Boshingizning bir tomonidan lo'qillovchi, siquvchi og'riq bormi? Unda ushbu videoni oxirigacha ko'ring. Bosh og'rig'i kasalliklari ikki guruhga bo'linadi. Ya'ni birlamchi bosh og'riqlari va ikkilamchi bosh og'riqlariga bo'linadi. Bizda eng ko'p uchraydigan birlamchi bosh og'riqlari zo'riqish bosh og'rig'i, klasterniy sefalgiya, ya'ni klasterniy bosh og'rig'i va uchinchisi va juda ko'p uchraydigan migren bosh og'riqlari. Ikkilamchi bosh og'riqlari turli xil kasalliklar tufayli yuzaga keladigan bosh og'riqlarga kiradi. Bizda eng ko'p uchraydigan hozirgi kunda birlamchi bosh og'riqlari, ya'ni migren haqida gaplashamiz. Avvalo migren haqida ma'lumot berib o'taman. Migren bu bosh og'rig'i bilan kechuvchi asab kasalliklar guruhiga kiradi. Migrenda avvalo kelib chiqishi barchaga qiziqarli, shuning uchun migrenning kelib chiqishi haqida ma'lumot berib o'taman. Bu haqida bir nechta gipotezalar mavjud va eskidan qo'llaniladigan qon tomir gipotezasi bor, vaskulyarniy gipoteza deyiladi. Ya'ni bunda nima bo'ladi? Qon tomir birinchi torayadi va keyingi etapda kengayadi va natijada og'riq retseptorlari qo'zg'aladi deb qaraladi. Shuning uchun ham ba'zan migrenni davolashda qon tomirni kengaytiruvchi dori vositalarni kamroq qo'llashni tavsiya beramiz. Bu ham ma'lum darajada o'rinli hisoblanadi va ikkinchi gipoteza, zamonaviy gipotezalarda tashqi omil va trigeminal asab tizim qo'zg'alishi natijasida og'riq retseptorlari qo'zg'aladi. Bu zamonaviy qarash. Hozirgi kunda mana shu ikkita gipotezaga asoslanib davo muolajalari olib boriladi. Hop, migrenni kelib chiqish sabablari turmush tarzida ishlatiladigan juda ko'p sabablari bor. Ya'ni migrenni qo'zg'atishiga va kelib chiqishiga sabablar quyosh nurida ko'p yurish, chunki yorug'lik hisobiga bosh og'rig'i kuchayadi migren va turli xil stresslar, ruhiy zo'riqishlar hisobiga va undan tashqari qo'shimcha uzoq muddat qorinni och qolishi, ko'p uxlash, kam uxlash va turli xil hidlarga sezuvchanligi hisobiga ham boshda og'riq kuchayadi va migrenni kuchayib ketishiga sababchi bo'ladi. Migrenning asosiy belgilari bosh miyaning bir qismida yoki ikkala qismida ham boshda pulsatsiyalovchi, tomir urgandek va ko'zga berib og'rishi, hidlarga, shovqinlarga sezgirlik bo'lishi va jismoniy harakatda yoki jismoniy ishlar natijasida og'riqning zo'rayishi bu migrenning asosiy belgilari hisoblanadi. Ba'zan qo'shimcha qayd qilish, ko'ngil aynish bilan qo'shilib keladi. Ba'zi bir odamlarda migren aura bilan kechadi. Aura degani, ya'ni migrenni oldindan paydo bo'lishini xabar berib turadigan. Ya'ni unda ba'zi bir insonlarda ko'z oldida zigzagsimon chiziq yoki ko'zda qanaqadir qora nuqta va bo'sh joylarning bo'lishi, kuchli holsizlik, qo'l oyoqlarning uvishishi bilan paydo bo'ladigan bo'lsa, bu aura bilan kechadigan migren hisoblanadi. Ba'zi bir bemorlarda, ya'ni ularda juda ko'p og'riq qoldiruvchi ichganligi hisobiga migrenni juda ham qo'zg'atishiga sababchi bo'lib qoladi. Migrenni qo'zg'atadigan juda ko'p faktorlar mavjud. Bulardan eng keng tarqalganlari, ya'ni uyquning buzilishi, ya'ni ko'p uxlash ham, kam uxlash ham migrenga sababchi bo'lishi mumkin. Yorug'da o'ta ko'p yurish, shovqinli joylarga borish, to'y yoki bozorlarga borganda shovqin hisobiga ham bosh og'rig'i kuchayishi mumkin yoki juda ham har xil turli xil hidlar hisobiga ham bosh og'rig'i kuchayadi. Undan tashqari jismoniy va ruhiy zo'riqish hisobiga, asabiylashish, nevroz, juda ham ruhiy zo'riqishlar hisobiga ham migrenda bosh og'rig'i kuchayishi mumkin. Migren ko'pincha jins hisobidan ayollarda ko'proq uchraydi, 70-80% holatda, erkaklarda kamroq, 20-30% holatda. Bu ko'pincha gormonalniy o'zgarishga bog'lanadi. Ayniqsa ayollarda o'sha hayz sikli kelish oldida ham ularda shu migren jarayoni ba'zan qo'zg'alishiga sababchi bo'ladi. Bu migren xurujlari ba'zan 4 soatdan 72 soatgacha davom etishi mumkin va undan tashqari yana og'riq qolgandan keyin ham holsizlik, charchoq yoki o'ta jizzakilik, asabiylik o'zidan asoratlar qoldirishi mumkin. Migrenni davo choralari. Migrenni davo choralari deganda migrenni to'liq davo usullari ishlab chiqilmagan, lekin migrenni davomiy va kuchli kechadigan og'riq xurujlarini ma'lum vaqt davomida kamaytirib turish mumkin. Buning uchun ma'lum bir dori-darmonlar bor. O'zini maxsus triptanlar hisobiga migrenni xurujlari ancha kamayishi mumkin. Agar unga sababchi bo'lgan stresslar yoki boshqa omillar hisobi bo'ladigan bo'lsa, u omillarni bartaraf qiladigan dori preparatlar beriladi va migren xuruji yanada kamayishga sababchi bo'lishi mumkin. Misol, antidepressantlar beriladi, ya'ni stress bilan kechuvchi migrenlarda bo'ladigan bo'lsa. Ba'zi bir alkogolli yoki tamaki mahsulotlar hisobiga migren kuchayadigan bo'lsa, u omillar
yo'lda cheklash hisobiga ham migrenni ma'lum darajada kamaytirish mumkin va hokazo. Migrenda undan tashqari zamonaviy usullardan biri operatsiya usullari mavjud va undan tashqari yana qulayroq va juda oddiyroq varianti botulin terapiya hisobiga ham migrenni ma'lum darajada xurujlarini va og'riqlik darajasini kamaytirib turish mumkin. Umumiy xulosa qilib aytadigan bo'lsak, migren kasalligi insonni og'ir holatlarga olib bormaydi, lekin hayot sifatiga ta'sir qilishi mumkin. Ya'ni agar inson og'riq bilan, kuchli xurujlar bilan hayotini davom ettiradigan bo'lsa, ma'lum darajada hayot sifati, yashash tizimi va sog'lom hayot turmush tarziga ta'sir ko'rsatishi mumkin va juda ham o'tkazib yuborsa, ya'ni qon tomirlarini tonusiga va kelajakda insult xavfini yoki boshqa qon tomir bilan bog'liq muammolarni yuzaga keltirishi mumkin. Shuning uchun migren kasalligini vaqtida bartaraf qilish va vaqtida og'riqlarni qoldirishga harakat qilish kerak. Ushbu videomiz ko'p insonlarga yetib borishi uchun videoga like bosing va do'stlaringizga yuborib qo'ying.